Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Sizni bu yerga qiziqib, kimni eshitib qolib bizni xizmatimizga keldingiz? Bizni qulplarimizni eshitib, dong'ini eshitib. Albatta, birinchi o'rinda o'sha Italiya qulpinoyi deb Zamon informatsion dasturidan kelishganidan ko'rdim. Ko'rib qolib kelyapsiz. Keyin 10 ta xonadonga bepul tarqatib berganingizni, tomchilar sug'orishdi. Albatta. Qanaqa tejashdi o'rganish uchun O'zmilliy bankdan keldik. Milliy bankda ishlaysiz o'zingiz, a? O'zmilliy bankda ishlayman. O'zmilliy bankdan keldik. 10 ta xonadoningizga tarqatib berilganini agar imkoniyati bo'lmasa, biz ularga kreditlar ajratib beramiz. Necha foizga foizga bir yengillik bormi foiz? Kreditlarimiz bor, albatta. Borsa, shu mahalla agenti, bankirlarimiz yordam beradi. Misol uchun menga o'xshagan tibbiy quruvchi qiziqib, yoz oyida ham hosil olaman deydigan bo'lsa, sizlar tomonidan pul ajratiladi, kredit ajratiladi, yaxshi. Bunaqa muammolar bo'lmaydi-da? Yo'q, ortiqcha hujjatlar, siz murakkab jarayonlarsiz bo'ladi bu narsa. Imtiyozli kreditlar ajratib beramiz, albatta. Qishloq xo'jaligi biznesga birinchi qadam, har bir oila dasturi doirasida kreditlarimiz bor. Albatta, olib yana rivojlantirishingizga, eksportga olib chiqishingizga. Inshaalloh, Xudo xolasa, inshaalloh, Xudo xolasa. Tilakdoshman. Bo'ldi. Biz Xudo xolasa dalada ko'rdalada ham bu. Men yoniga bitta qo'shganmiz. Gidrofon olganmiz, yosh ko'chatlarimiz Xudo xolasa dekabrda ularda ham pishish boshlaydi. Uni ham bir kelsangiz, ko'rib, xursand bo'lardik, syomka qilib, gaplashib. Albatta, agar o'sha hammaga maslahat beraman. Navda ekib turib, agar 10 ta xonadon haqiqatan ham rivojlanib ketsa, eksport darajasiga olib chiqsak, juda xursand bo'laman. Inshaalloh, Xudo xolasa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kelganingizga salomat bo'ling.